Rasmga tushayotganda eng kerakli va eng oson pozani hozir sizlarga 1 daqiqada o'rgatib qo'yaman. Uning uchun nima qilishimiz kerak? Oyoqlarni yelka kengligida ochib olishimiz kerak va qo'limizni tushirib qo'yamiz yoki bo'lmasa bundoq qilib olamiz. O'zingizga qanaqa udobniy bo'lsa, shunaqa qilinglar. Cho'mchagimizga solib olamiz yoki bo'lmasa va vesimizni bitta tarafga tashlaymiz. Shunga e'tibor beringlar, ves tashiganda oxirigacha tashlab olmaymiz, o'zi to'xtash joyi bor. Mana bo'ldi, mana oyog'imiz bo'sh. Prosta tashlab qo'yamiz, bo'ldi. Rasmga qarab kulib qo'yamiz yoki bo'lmasa yonga yoki bo'lmasa bu yoqga. Yoki bo'lmasa bu yoq tarafga tashlaymiz vesimizni. To'g'riga qaraymiz, rasmga qaraymiz. Serozniy turamiz, kulib qo'yamiz. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Ko'ryapsizlarmi, sizlarga 1 daqiqada bitta pozani o'rgatib qo'ydim. Agarda yana sizlarga shunaqa pozalardan bir nechtasi kerak bo'ladigan bo'lsa, modelning kursimizni ochamiz. Sentyabr o'rtalaridan darsimizni boshlaymiz. Joylar ozgina qoldi. Ulgurib qolinglar. Professional model bo'laman deganlar kelinglar. Bo'yinglar 180 dan baland bo'lishi kerak. Agarda o'zingizlar uchun o'rganmoqchi bo'lsanglar ham, sizlar uchun eshigimizni ochiq. Kelsanglar, hammaga bir xil o'rgatilinadi. Podiumda yurish, kamera qarshisida ishlash, aktyorskiy va pozalar va xoreografiya, psixologiya hamma darslarimiz bo'lib o'tadi. Kelinglar, ulgurib qolinglar. Hoziroq mana shu nomerga telefon qilinglar. Kutamiz.